Xitoy Uyg'urlarning normal bosh kiyimlarini cheklashga boshladi. İjtimoiy uchur vositalarida ikki kishining Sharq Turkiston vaziyati haqida o'zaro yo'llashgan uchurlari Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvolini yanada cho'nqur oshkorildi. Yo'llangan uchurlarda mahalliy boshqarma, yezi kentlardagi ishxona va mahalliy komitet qo'rosi qatorliq o'rinlarga kirganda ayollarning beshiga kiyib olgan posma, erlarning tumoq va do'ppilarini elib etishga majburlanganligi, ayollarning qeri yosh birdak yog'liq chekishi cheklanganligi, yezi ko'chalarda har 100 metr oraliqda bir yerda kamera borligi, ko'chalarda yog'liq chekib mangan ayollar kamera orqali tekshirib jazolanganligi, ayollarning qeri yosh yog'liq chekishi, erlarning mahalliy komitet yig'iniga qatnashganda bosh kiyim kiyishi qonunsiz qilmish qatoriga kirgizilganligi oshkorlandi. Xitoy oqqullari vatanimizga saldak oqmoqda. Milyonlagan tutqun Uyg'urlarning ish o'rinlariga Xitoy ko'chmanlari yerlashtirilmoqda. 1 mart Xitoy iqtisod gazeti xabarida bildirilishicha, Xitoy bu yil beshidan boshlab Sharq Turkistonga Xitoy o'lkalaridan ishlamchi oqqullarni yo'tkab keladigan maxsus poyezd o'rinlashtirganligini, tunji qatim ichkari o'lkalardan kelgan 2200 dan ortiq ishlamchi o'ltirgan K4339 qatimliq navbatchi poyezd Chongqing Shimoliy vokzalidan yo'lga chiqib, 2-28 kuni Sharq Turkistonning Urumchiga yetib kelganligi. Tunji qatim kelgan ishlamchining bir qismi Urumchida qilib, qolganlari Sharq Turkistonning janub va shimoliy rayonlariga o'rinlashtirish plan qilinganligi. Xitoy temir yo'l tarmoqlari asosligi Shanxay, Chengdu, Chongqing, Jinju, Xi'an qatorliq joylardan Sharq Turkistonga keladigan ishlamchilar uchun hozirgacha 49 navbatchi poyezd ko'paytganligi. İşlemçilerini maxsus tuş tulqini 3-oyning 14-kunigacha davomlashadiganligi bildirildi. Yuqorqi xabar bilan ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan Xitoyning ichkari o'lkalaridagi ishsizlik nisbatini tuvallatish uchun Sharq Turkistondagi Uyg'ur ishchi xizmatchilarini har xil to'kmatlar bilan turma yoki atalmish tarbiyalash lagerlariga qamash orqali Xitoy fuqarolariga ish o'rni hozirlashdan iborat razil planini isbotlab bergan. Kuzatuvchilar Xitoyning ichkari o'lkalaridagi ishsizlik nisbatini tuvallatish uchun Sharq Turkistondagi Uyg'ur ishchi xizmatchilarini har xil to'kmatlar bilan turma yoki atalmish tarbiyalash lagerlariga qamash orqali Xitoy fuqarolariga ish o'rni hozirlashdan iborat razil planini ijro qilayotganligini bildirishmoqda. Tarbiyalash nomidagi jazo lagerining ichki ahvoli oshkorlandi. İjtimoiy uchur vositalari tarqalgan uchurlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Sharq Turkistonda ochgan atalmish tarbiyalash lagerlarining ichki ahvollari bara-bara oshkorlanmoqda. Xitoy bu atalmish tarbiyalash lagerlariga kir-yuvish sopuni, tugmilik va sirtmilik kiyim, bo'qquchliq oyoq qatorliqlarni kirgizmayotganligi. Buning sababi bo'lsa, xo'rliqqa chidamagan mahbuslar kir-yuvish sopuni, tömür qatorliq narsalarni yevilib, o'zini o'ltirib olish ahvollari yuz berganligi. Hatto suv jumikini yutib oladigan ahvollarning yuz berganligi Xitoy yangi yil kirgandan beri tarbiyalash o'rniga odam tutish salmoqini ko'paytganligi. Xitoyning 95% Sharq Turkiston xalqini atalmish tarbiyalash lageriga qamash planini jiddiy ijro qilayotganligi. Kasallarni oilasiga bermay ayirib qamayotganligi, maktab o'quvchilarini qishliq ta'tilda tarbiyalash lageriga qamaganligi. Kichik narsida bolalar va 18 yoshdan tuvan o'smirlarni ayrim yerda qamab qiynayotganligi, Darıltam deb atalgan o'smirlar turmasida zulmga chidamagan kichik bolalarning o'zini o'ltirib oladigan hodisalar ko'payib kelayotganligi, bolalar so'langan organlardan kichik bolalarning yig'i ovozi anglanib turadiganligi oshkorlanmoqda. Dünya musulmon ayollari yig'ilishida Sharq Turkiston tonishtirildi. İslam Hamkorlik Tashkiloti, Dünya İslam Munbiri, Malayziya Xalqaro Islom Universiteti qatorliq tashkilotlarning birlikda o'rinlashtirishi bilan 28 fevraldan 2 martgacha ochilgan Dünya musulmon ayollar yig'ini Turkiyaning Istanbul shahrida ochildi. Yig'inda Sharq Turkistonning vaziyat ahvolini tonishtirildi. Yig'inga Sharq Turkiston ayollariga vakolatan qatnashgan Nurala Ko'kturk xonim Xitoyning Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirgandan buyonqi Sharq Turkistonda elib borgan 97-yili 2-oydagi G'ulji qirg'inchiligi, 2009-yili 5-yo'ldagi Urumchi qirg'inchiligi va shundaqla nurg'unlagan voqealarda
Xitoy tarafidan o'ldirilgan Sharqi Turkiston xalqining sonliq ma'lumotlarini isbotliq holda tunishtirib o'tdi. Nurala Köktürk xonim Sharqi Turkistonning hozirgi vaziyat ahvolini tunishtirib, yaqinqi yillardan beri Sharqi Turkistonda atalmish tarbiyalash lagerlariga qamalgan 2 milliondan oshadigan begunoh Sharqi Turkiston xalqining hozirgi echinishlik ahvolini hamda Uyg'urlarning har jihatda assimilyatsiyaga duch kelayotgan ahvollari haqida tafsiliy ma'lumot berib o'tdi.